Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari. Mana ertaga 7:00 O'zbekiston milliy jamoamiz jahon chempionatidagi yurishlarni boshlaydi. O'zbekistonga omad yor bo'lsin. Birinchi prezidentimiz aytganidek ertalab pok bo'lib so'rasak, Alloh mehribon bizga g'alabani ato qiladi. Futbolchilarimiz qarib 40 million xalqimiz faqat sizlar bilan. Biz siz bilan olg'a. Ortingda turar 38 milyon anot. Sen bilan g'alaba tilar, ishonasiz sen tomon hayot. Kuch beradi ajdodim, quvvatlaydi yurt boshim. Har qadamda yonimda mening elim vatandoshim.